Salom. Hammaga men sizlarga birinchi navbatda bir narsani o'rgatib o'tishim kerak. Xo'p, ilovadan, ilova emas, programmadan siz pul topasiz. Korotchi boshlaymiz. Google'ga kirib olamiz, qidiruvga bosamiz. Qidiruvdan J deb yozasiz. Keyin kirasiz. Kutasiz. Birinchi dastur yo'qotib qo'ymang, mana shu dasturga kirasiz. Men Wi-Fi'daman, shuning uchun sizlar bo'ladi yaxshi narsani toping. 5-6 sekund kutib turasiz. Xo'p. Telefondaman. Iltimos obuna bo'ling. Mana tasdiqlash chiqadi. Tasdiqlashingiz uchun akkaunt kirasiz. Bu yerda akkauntingizni bosib turib kirsangiz bo'laveradi. Mana chiqib turib kirsangiz ham bo'laveradi. Men hozir chiqsam bo'ladi. Mana bu joyga kirasiz. Birinchisiga Earn degan joyi bor. Bosasiz. Menda o'zi 55 coin turibdi, ko'ring. Siz uni ko'paytirishingiz uchun mana shu joydan mana offers bosib olasiz. Offers bosgandan keyin offersni mana shu yerda o'ylab turibdi. Har bittasidan coin yig'ib turib, pul qilib yechib olsangiz bo'ladi. Ishonmaysizlarmi? Unda pul yig'ish mana. Withdraw. Kirib shunga kirasizlar. Sekin kiradi. Kir. Endi mana shu yerdan libboy bittadan narsa yechib olsangiz bo'ladi. Mana qaranglar. 55 coin. Kiruvchi 5 so'm desa ham bo'ladi. 5 so'm. Bu juda ham kam. Mana shu yerdan bittasiga bosasiz. Masalan, Visa'ni bosasizlar. Mana coin nechiligini yozasizlar. Masalan, endi 55 coin bor. U qancha bo'ladi? Qancha bo'lishini yozib ko'ra olamiz. 0.6. Bu kam. Sizlar agar mana shu joyga 100 qilsangiz, 1000 qilsangiz $1. $1 12.000, 13.000 bo'lsa kerak. Endi 10.000, $10 $100.000 ta coinga $100 beradi. Siz bu yo'nalish orqali 2 yo 1 oy ichida bemalol ishonavering, katta pul yechib olsangiz bo'ladi. Endi bayaga kartani kirsizlar-da. Mana oldin yuklab olasizlar, kartaga kirsizlar. Shunaqa deyiladi, shunaqa qilasizlar-da, mana yerdan yechib olasizlar, bo'ldi. Boshqa hech narsa shart emas. Offersga o'tamiz. Endi sizga eng yaxshi tavsiya berganim mana Low watercolor. Mana ko'ringlar. Birinchisiga 5 coin beradi, chunki yuklab olganiga, ikkinchiga o'tganiga 50 beradi. Keyingisiga o'zi ketaverasizlar 75. Xo'p. 224, 448, 746, 1244, 2984, 10940 bitta coingacha yig'ib olsangiz bo'ladi. Hammasi bo'lib bayda 16717 coin. Bu qancha bo'ladi desangiz, mana bitta bosasizlar-da. Visa bosib turib 16707 coin. Mana $16. $16 qancha bo'ladi? 160.000 bo'lsa kerak. No. Shunaqa 160.000 yo 170.000 pul bo'ladi. 170.000 pulni endi shuni yechib olasizlar. Karta bo'ldi. Mana aytyapti. Buncha narsangiz yo'q deyapti. Coin yo'q deyapti. Coin hech 200 ta coin bo'lishi kerak. Bizda yo'qligi uchun uni yechib olmadik. Mana yechib olganlar chiqib turadi. Yorqin. Ana yechib olishdi. Yechib olganlar o'yin o'ynab turib coin tushyapti. Yana bir marta kerak bo'lsa, hammasini taktika bilan o'rgatib tashlang. Iltimos. Hech 10 kishi ko'rsa ham obuna bo'linglar, like bosinglar. Bo'ldi.